ancha oldin Arabistonga borib kelgandim. Birinchi marta kelish mashina. Keyingi passajir Namangan Vnukovo bo'yicha 26-iyun bugun. Aka, qalay chiqdingiz ichkaridan? Yaxshi, Alloh yaxshi. Chiqib oldik. Assalomu. So'roq savol bo'ldimi yoki? So'roq savol bo'lmadi. Men ancha oldin Arabistonga borib kelgandim. Birinchi marta kelish mashinadan Aha. keyin. Mashinaga ham so'roq savol bo'ladimi? So'roq savol bo'lmadi. Shunday Bo'lmadi. Nima keldinglar? Ishga keldim dedim. Oq yo'l dedi. Pechatni bosib berdi. Gap yo'q. Videoga olyapman, rozi bo'lasiz aka. Gapni hozir tashlab, bemalol Vnukovo aeroportiga uchib kela olasiz, xudo xohlasa. Chiqqan odamlardan svejistlarga informatsiya beryapman, harakat qilib. Do'stlar, bugun 26-iyun, xudo xohlasa Toshkent Vnukovo yo'nalishi bo'yicha akamiz bilan uchib kelishdi. Aka, qalay bo'ldi chiqishlar? Cho'tka hammasi. Chotka hammasi? Xudo xohlasa aeroport Vnukovo. Qanaqadir savol bog'lab bo'ldimi aka? Yo'q, savol bo'lgan aka. Masalan, so'radimi, quvvar-ko'p so'radimi? Yo'q, hech narsa so'ragan. O'lik taraf so'raladi. Endi o'zi hamma o'ziga ishonib kelsa, o'zi o'tib ketadi. qancha vaqtda chiqdingiz aka? Bir ish yarim soat, 1 soatlarda chiqib keldim. Yarim soat, Odam bir soat ko'p chiqib. lekin. Odam ko'p juda ham. Gap yo'q, xudo xohlasa. Odam ko'p aka. Sizlarchi mana dokumentlari. Ko'ngil to'q qilish kerak, o'ziga ishonib kelish kerak. Tamam. Bo'ldi, gap yo'q aka, gap yo'q. Respekt bo'ldi, xudo xohlasa.